Futbol yulduzi Abduqodir Husanov haqida tezkor muhim xabar. Assalomu alaykum. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Manchester City klubi O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov bilan shartnomani 2031-yilgacha uzaytirish arafasida turibdi. Bu haqida The Athletic nashri xabar berdi. Manbaga ko'ra, shaharliklar Husanov bilan muzokaralarni deyarli yakunlagan. Shuningdek, klub belgiyalik hujumchi Jeremi Doku bilan ham 2031-yilgacha amal qiladigan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolashni rejalashtirmoqda. Abduqodir Husanov 2025-yil yanvar oyida Fransiyaning Lens klubidan Manchester City safiga qo'shilgan edi. O'zbekistonlik markaziy himoyachi dastlab klub bilan 2029-yilgacha mo'ljallangan shartnoma imzolagandi. Endi esa klub rahbariyati unga yaxshilangan shartlar asosida yangi bitim taklif qilmoqda. Qayd etilishicha, bu qaror nafaqat Husanovning barqaror va ishonchli o'yinlari uchun munosib rag'bat, balki klubning qimmatli aktivini Yevropaning yetakchi jamoalari qiziqishidan asrab qolishga qaratilgan strategik qadam ham hisoblanadi. Shuningdek, yangi shartnomaga muvofiq Abduqodir Husanovning oylik maoshi sezilarli darajada oshirilishi kutilmoqda. Ma'lumot uchun, o'tgan mavsum yakunlanganidan keyin jamoa bosh murabbiyi Pep Gvardiola lavozimini tark etdi. Yangi mavsumdan boshlab Manchester City'ni Enzo Maresca boshqaradi deyilgan xabarda.